64 millionga 4 ta buqa olib, 1 yil boqib, necha pul daromad qildim. Buni hozir sizlar bilan birga hisoblab ko'ramiz. Mana shu rasmga ko'rib turgan buqalaringizni 1 yil oldin 2025-yil 16 milliondan olganman. 4 ta buqani 64 million bo'lgan. Bularni 1 yil 2 oy boqdim. Yaqinda sotdim. Bittasini 46 millionga, bittasi 44 million, bittasi 42 million. Bittasi oldiroq sotdim, uni arzonroq sotdim. 22 millionga sotgan edim. Hammasini hisoblab ko'rdim. 4 ta buqani 64 millionga olgan bo'lsak, birisi 54 millionga sotgan ekanman. 54 dan 64 ta ayirsak 90 million qolibdi. Bundan endi yeb ichganlarni ayirib tashlaymiz, yemaygan xashaklarini. Men olgan paytim buqalarim kichkina edi. Bir 6 oy, 7 oycha oddiy xashak, beda o't berib yurdim, yem bermadim u paytga. 6 oy yem berib boqqanimga oyiga 1 milliondan yedi har biri. 24 million yegan. 4 tala buqam 24 million yegan. 6 oy davomida yem bermaganman. Ana bilan tak 30 million yegan bo'lsin. 90 dan 30 ni ayiramiz 60 million. 1 yil 2 oyga 4 ta buqadan 60 million daromad qilganman. Yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish sizdan chiqmasin.